Nima? Ha? Sen haqsan iflos. O, bu Kalmarku. Seni shunaqa chaqiraman. Meni ismim Brian. Ko'rishguncha Brian. Yaxshi. Biz faqat yashashimiz mumkin bo'lgan orollarni topishimiz kerak. Va lamayam va ikkalitam. Menimcha it 3 taga o'xshaydi. Nima? Bu qachon sodir bo'ldi? Bilmayman. 2 soniya boshini aylantirdi va bom, kichkina it. G'alati. Yaxshi, davom etamiz. Nimasi bu? Bo'ldi, buni bas qilsanglar-chi. Vo, cho'kib ketgan kema. Menimcha uni ichida sandiqlar bo'ladi. Nimalar bor ekan? Qog'oz. Yana bitta qog'oz. Nimasi bu? Va Zumrad. Bu bilan savdogardan dengiz bodringini sotib olsak bo'ladi. Semiz burundan. Hey sen! Tez meni suvdan chiq. Bo'lmasa men nayzam bilan seni otaman. Qo'y, bunga qarasanglar-chi, axir bu dengizchi-ku. Nima? Yo'q, men dengizchi emasman. Men oldin bu yerda cho'kib ketganman. Keyin men suv zombisiga aylanganman. Aha, endi bu meni nayzam. Nayzani egallash mahorati yillar davomida ekanini kuzatib poylab yurdim. Va bu san'atni Mayli, endi uyga qaytamiz. Bu qog'ozlar va katta sandiq bilan. Maraz ketishingdan oldin pechkada qanaqa go'sht pishirishni o'rgatsang bo'ladi. Qayoqdagi zombini chirgan go'shtini yeb o'tirdim. Ha, nima balo bu? Yana onasini emgan kuchul olib keldingmi? Kuchukchalar. Nima ularni bosh qotdi? Ular yo'q do'sti. Va men seni yaxshiliklaring uchun sovg'a oldim. Bu juda ham toza, nafis va sen ichib ko'rmagan okean toza suvi. O, rahmat. Buni ichishini taxmin qilgan edim. Buni ichiga la'nat furgan edi. Uyg'onaqa. Yana ajoyib bir go'zal kun bu biyomda. Menimcha bir ikkita derazalar olishing kerak. Bilasan, har kuni ertalab uyg'onib seni yeyishni o'ylayman. Cho'chqa go'shti to'g'ri etdi. Bu butun boshli kvadrat dunyo va hech kimga qizig'i yo'q g'alati uy. Shoshma dunyoni to'rtburchak dedingmi? Bu dunyo tekis emasmidi? Kechirasan, meniki to'g'ri. Bu nima degani? Menda g'oya bor. Biz bu uyga sig'may qolishimiz mumkin. Shuning uchun kengaytirish maqsadida biz devor qaziymiz va bu g'or uyi bo'ladi. Uy ichidagi g'or? Yo'q, g'or ichidagi uy. Menga farqi yo'q to'g'risini aytganda. Ana boshlaymiz. Yaxshi qazish uchun eng yaxshi joy. Yo, xudoyim o'rgimchi. Tinchlan, og'ayni. To'g'risini aytganda sendan ko'ra ko'proq qo'rqaman. Tentaylaman, sizlardan qo'rqaman. Cause we digging for diamonds inside a cave house. My best friends are a chicken and a pig. We got a big ass house. You know we gonna dig until the house is full of diamonds. And it's really big. We are a team and we stay together. Even though the chicken's kind of rude, and I never turn them to food. But we Wow, biz konlarga yo'l ochib mineralli va albatta olmos topdik. Gap shundaki, olmosni yasash uchun ishlatishing mumkin. Va u seni temiringdan ko'ra yaxshiroq. O, yaxshi g'oyaga o'xshabotdi. Olmos oyoqlar. Tonka. Yaxshi cho'chqa go'shti. Mana shu qo'yillardan pastga tushasan va pastda nima borligini bir tekshirib chiqsang juda ham zo'r bo'lardi. Hammamiz borishimiz shart emas-ku. Yaxshi, men tushundim. Xo'p. Yomon olib ketyapti. Mana bu xavfli ishga yubording sen plus. Menimcha men bu yerda Endermenni ko'ryapman. Sen yaxshiga o'xshamaysan, xavotir olma. Nima uchun? Nimaga men bilan hech kim gaplashmaydi? Bo'ldi, men bu ishni tugatdim. Olmoslarni sen ahmoqona oyoq kiyimi uchun ishlatgim kelmayapti. Bu ahmoqona emas, sen ahmoqsan. Meni uyim juda ham ajoyib. U juda ham katta va agar o'lib qoladigan bo'lsam, men u yoqdan paydo bo'laman. Lekin, birodar, men Stenman va bir ikki hafta bu yerda ishladim. Qorong'i tuynuda uy qurish va buni hech kim ko'rmadi ham. Va bir narsaga qaror qildim, seni bu yerda ahmoqona oyoq kiyimi bilan yurmayman. Sen yana qancha qazolaysan bu ahmoqona o'rdak bilan? men to'g'man, lekin mayli. Monsterlar ichkariga kiradi va sizlarni o'ldirib yuboradi. Agar monsterlar kiradigan bo'lsa, u allaqachon mashta bo'lish kerak edi. 6 yil davomida bu yerda hech kim bo'lmaydi, chunki meni uyim katta va juda ham ajoyib. Yaxshi, o'zing bilganingni qil.